Assalomu alaykum. Men Samarqand davlat universitetining Urgut filialida 4-bosqich talabasi Mustafoyeva Dilobarman. Bugun sizlar bilan o'qituvchining nutq madaniyati va notiqlik san'ati mavzusini ko'rib chiqamiz. Men buni 3 darajaga bo'lib oldim. Birinchisi notiqlik san'ati, ikkinchisi o'qituvchining nutq madaniyati, uchinchisi esa notiqlik san'ati tarixidan. Notiqlik san'ati dastlab Misr, Ossuriya, Vavilon hamda Hindiston kabi davlatlarda paydo bo'lgan. Ritorika asari, ya'ni bu asar qadimgi Yunon faylasufi bo'lgan Aristotelning nutq san'ati haqidagi falsafiy ishlanmasidir. Keng ma'noda esa umuman badiiy nasr haqidagi fan miloddan avvalgi 5-4 asrlarda Yunonistonda yuzaga kelib, miloddan avvalgi 3-2 asrlarda tizimli fan sifatida shakllana olgan. Miloddan avvalgi 1-asrda Rimda tarqalgan hamda 5 qismdan iborat bo'lgan. Materialni topish, joylashtirish, so'z bilan ifodalash, yodlash va talaffuz. Qadimgi davrda olimlar tomonidan ishlab chiqilgan hamda o'rta asrlarda va yangi davrda Rossiyada Lomonosov ijodida rivojlantirilib, 19-asrda adabiyot nazariyasiga qo'shilib ketgan. Notiqlik bu nutqning og'zaki shaklidir. Notiqlik san'ati og'zaki nutq san'atidir. Nutq madaniyati esa nutqning ham og'zaki, ham yozma shakli uchun taalluqli bir tushunchadir. Nutq madaniyati jamiyat a'zolarining umumiy nutqiy faoliyatini ko'zda tutadi. Nutq madaniyati sohasining maqsad va pirovard orzusi barchaning, butun xalqning nutqini madaniylashtirishni mo'ljallaydi. Klassik ma'nodagi notiqlik esa alohida shaxslarning nutqiy mahoratini, san'atini ifodalaydi. Notiqlik asosan nutq vositasida kishilarga muayyan g'oya va maqsadlarni yetkazishni, ularni ma'lum maqsadlarga safarbar qilishni ko'zda tutadi. Ya'ni notiqlik san'atida tinglovchilarni ma'lum maqsadga jalb qilish asosiy o'rin tutadi. Shu sababli ham professor Kuzretsevning notiqlik nutqiga shunday izoh beradi. Har qanday og'zaki nutq notiqlik nutqi bo'lib, u nimadir tushuntirish va isbotlashgina emas, balki tinglovchilar tushunchasiga ta'sir etishni ham maqsad qilib oladi. O'qituvchining nutq madaniyati. Nutqiy madaniyat tarbiyasi bilan maktabdagi hech bir istisnosiz barcha fanlar bilan bevosita va bilvosita bog'liq. Nutq madaniyati o'qituvchida yuksak darajada bo'lishi shart. Bunda ovoz ham ahamiyatli. O'qituvchi nutqi jarangdor, aniq hamda turli chevaga xos bo'lgan so'zlardan xoli bo'lishi, shuning bilan birgalikda kommunikativ qobiliyati yuqori bo'lishi ham zarurdir. Dunyodagi har bir kasbni egallashda nutq madaniyati muhim quroldir. Insonning ma'naviy kamolotiga erishishuvda, jamiyatning madaniy ma'rifiy rivojida ona tilining o'rni favqulodda muhimdir. Til milliy ma'naviyat hamda ma'rifat va madaniyatning eng xolis va xira tortmas ko'zgusidir. Hadis shariflarda kishining zibu ziynati, go'zalligi uning tilidadir deydilar. Shoir bobomiz bo'lgan Zahiriddin Muhammad Bobur nutqning sodda va ravon va aniq bo'lishiga, nutqiy madaniyatning yuqori bo'lishiga alohida e'tibor bergan. Nutq madaniyati jamiyat madaniy ma'rifiy taraqqiyotining, millat ma'naviy kamolotining muhim belgisidir. Haqiqiy ma'nodagi madaniy nutq shaxs umummadaniy saviyasi favqulodda muhim unsurlardan biridir. Shuning uchun ham mamlakatimizda ma'naviy ma'rifiy islohotlar davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi deb e'tirof etilgan. Bugungi kunda nutq madaniyati masalalari o'qituvchining nutqiy madaniyati, mahorati hamda farzandlarimizning madaniy nutq ko'nikmalari va malakalarini oshirish ta'lim jarayonining barcha bosqichlarida madaniy nutq muammolarini yetarli darajada nazoratida tutish har qachongidan ham dolzarb. O'qituvchi nutqi adabiy talaffuzlarga, me'yorlarga amal qilishda o'quvchiga namuna bo'la olishi lozimdir. Adabiy talaffuz me'yorlarining buzilishi eng avvalo shevaning natijasida yuzaga keladi. Ya'ni shuning uchun ham o'qituvchi o'zi va o'quvchilar nutqini shevaga oid artikulyatsiyadan, baza va shevaning fonetik qonuniyatlaridan batamom qutulishi oson kechmaydi. Buning oqibatida aytaylik, buxorolik o tovushini faqat til oldi tarzda, xorazmlik o tovushini asosan a tarzda yoki unga yaqin tarzda talaffuz qilishi, toshkentlik oshni oshi, yuzni yuzi, qorni qori tarzda aytilishi kabi ko'plab xatolar kelib chiqaveradi.
O'qituvchining nutqi ravon bo'lishi, o'qituvchining fikrlari bayoni aniq, tushunarli bo'lishi, nutq jarayonida qo'l, ko'z, yuz, imo, ishora harakatlaridan foydalanishda ularning uzviy ravishda erishishi nutq orqali o'quvchilarning ongi, qalbi, xatti harakatlariga pedagogik ta'sir ko'rsatishi, nutq talaffuzi orqali o'quvchi bilan muloqotga kirish jarayonida ularning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, o'qituvchi nutqining talaffuzida axloqiy normalarning shakllangan bo'lishi, o'qituvchi shakliga xos bo'lgan mos tarzda o'quvchilar bilan muloqotga kirishishi, o'qituvchi o'zining nutq talaffuzida uslubiy stilistik xatolarga yo'l qo'ymasligi, o'qituvchining nutq qobiliyati rivojlangan bo'lishi, o'qituvchining dars jarayonida mazmunli tushuntira olishi, o'quvchilarga ovoz monitoridan ijobiy foydalanib muloqotga kirishishi, o'quvchilar bilan muloqotga kirish jarayonida ulardan tarbiyalab borishi, unga ularning ongi, xulqida insoniy fazilatlarning shakllantirilishi, axloqiy normalarni qaror toptirilishi hamda muloqot jarayonida badiiy so'z san'atiga qat'iy rioya qilishi, o'qituvchi notiqlik san'atini egallab borishi va so'ngra muloqotga kirishishi, muntazam ravishda nutq talaffuzini rivojlantirishi, mashqlar bilan shug'ullanib borishi, o'qituvchi o'zining nutq talaffuzida pauza, intonatsiyadan oqilona tarzda foydalanishi, muloqot jarayonida o'qituvchi to'liq to'g'ri fikrlay olishiga o'rganishiga bog'liqdir. Notiqlik san'ati tarixidan eramizdan avvalgi 5-asr boshlarida Yunonistonda shakllangan. Sharq notiqlik san'ati yorqin namoyandalari Abu Nasr Farabiy, Ibn Sino va Abu Abdulloh al-Xorazmiy. Mark Tully Sitseron bu eramizdan oldingi 103-yilda Rimda uzoq bo'lmagan Arpina shahrida badavlat oilada dunyoga kelgan. Sitseron Burut hamda Notiq kabi asarlarda Rim notiqlik san'atlari tarixi haqida fikr yuritadi hamda notiqning asosiy maqsadi tinglovchi zavqini uyg'otib o'ziga moyil qilishdan iboratdir. Sitseronning fikricha notiq quyidagi xislatlarga ega bo'lmog'i lozimdir. Notiqlik o'zi juda dadil va aytgan gaplariga amin bo'lishi kerak. Nutq to'la isbotlanishi lozim. Nutqdagi hamma narsa muhim hisoblanishi kerak. Nutq materialini sidqidildan to'plash va idrok etish zarur. Nutq materialini joylashtira olish va tushunishga oson bo'lishini ta'minlashi darkor. 11-asrda Koykovis tomonidan yaratilgan Qobusnomada ham notiqlik ulug'langan. 44 bobdan iborat bo'lgan bu asarning 6-7 boblari so'z odobi haqidadir deb nomlangan. Notiqlik san'ati tarixi ulkan xazina bo'lib, uni o'rganish hozirgi kunda ham muhimdir. E'tiboringiz uchun rahmat.